Assalomu alaykum do'stlar. Oldingi darsda biz birinchi kodimizni yozdik. Bugun esa Pythonda ma'lumotni qanday saqlashni o'rganamiz. Dasturlash aynan shu joydan jiddiy boshlanadi. Birinchi navbatda papka yarata olamiz. Oddiy misol qilib aytamiz. Masalan, bu yerda x o'zgaruvchi nomi, teng belgisi qiymat berishni anglatadi. 5 bu qiymat, print x esa saqlangan qiymatni chiqaradi. Print x saqlangan qiymat chiqaradi. Python oxirgi berilgan qiymatni eslab qoladi. Shuning uchun natija 10 chiqadi. Endi matn bilan misol tutaman. O'zgaruvchi ichiga faqat son emas, matn ham saqlash mumkin. Son bu integer deyiladi, matn esa string. Buni unutmang. 2 o'zgaruvchi endi. Endi biz sonlarni saqlab, ular ustida amal bajarishimiz mumkin. Endi main challenge qilamiz. Hozir quyidagi kodni yozib ko'ring. Va ishladimi yo'qmi aytasiz. Bu yerda nima chiqadi? Bugungi darsimiz jarayonida siz nimada o'rgangan bo'lsangiz, men juda xursandman. Keyingi dars integer, string, float va shunga o'xshash narsalarni ichidan o'rganamiz. Xo'sh, sizga omad, like, podpiska, sizdan chiqmasin. O'zingiz ustingizda mustaqil ravishda ishlab, kod yozishni unutmang.